Iloga Tigo X Pro'ni oliy to'lovini sindirib bering, yoki xalqimiz maza qilsin. Gap bo'lishi mumkin emas. Oyiga 2.680.000 so'mdan to'lab Tigo X Pro mashinasini xarid qilishinglar mumkin. Boshlang'ich to'lovga qancha qilinadi shunda? Boshlang'ich to'lovga aka minib yurgan mashinangizni olib kelsangiz bir baholatamiz. Olib qolamiz. Baho qilib olib qolaylik. Muammo yo'q. Bo'ldi gap yo'q. Kelib shu menejer Bekzod Beyga uchrasanglar, sizlarga chotka qilib chiqazib berishadi. Mana oliy to'lov 2.680.000 so'mdan bunaqa imkoniyat yo'q. To'g'risi gap arendaga ham 100.000 so'mdan meni yuritdi. Mana attiga polni bak bilan 1000 kilometr. To'g'rimi Bekzod? 1000 kilometr. Bitta propan qo'yib olsangiz 2000 gacha ham yurib beradi. 2000 gacha ham yurib beradi do'stlar. Plus bundan tashqari 5 yil yoki 120 kilometrgacha kafolatlari ham mavjud. Gazini bosadigan vaqt keldi. Pastda nomer qoldiraman. Telefon qilinglar, lokatsiyani ham tashab berishadi yoki to'liq ma'lumotlarni ham olsanglar bo'ladi. Bizning manzil Namangan shahar Yangi bozor Promzona yo'lida. Hamma hafta salonda kutib qolamiz. Kelib shu bolaga uchrayni o'xshatib beradi.